Agar siz har kuni shakar iste'mol qilmasangiz ham, lekin baribir charchoq, tez siyish va doimiy chanqashni his qilsangiz, bu oddiy emas. Men ham avval shunday o'ylaganman. Oddiy charchoq deb yuraverganman. Lekin vaqt o'tishi bilan tushundim, bu tanam ichkaridan signal berayotgan ekan. Har kuni og'zimni holdan toygan his qilardim. Kechasi bir necha marta uyg'onib hojatxonaga borardim. Diqqatim pasaygan, kayfiyatim tushgan, hayot sifatim asta-sekin yomonlashib borayotgan edi. Eng qo'rqinchlisi, bu jarayon sekin bo'ladi. Siz birdaniga emas, asta-sekin yomonlashasiz. Va ko'p odamlar buni juda kech tushunadi. Men ham yechim izlay boshladim. Turli vositalarni sinab ko'rdim. Ba'zisi umuman yordam bermadi, ba'zisi vaqtinchalik yengillik berdi xolos. Shu payt men diabetik forte haqida eshitdim. Avvaliga men ham ishonmadim. Chunki internetda juda ko'p yolg'on va bortirilgan ma'lumotlar bor. Lekin baribir qiziqib, tarkibini va qanday ishlashini o'rganib chiqdim. Va aynan shu yerda men tushundim, bu vosita boshqacha ishlaydi. U organizmga ichkaridan ta'sir qiladi. Kaliy va boshqa foydali elementlar orqali glyukozaning parchalanishini tezlashtiradi. Insulin qarshiligini kamaytiradi. Tana asta-sekin balansga qayta boshlaydi. Men sinab ko'rishga qaror qildim. Birinchi kunlarda katta o'zgarish kutmadim. Lekin bir necha kundan keyin o'zimni boshqacha his qila boshladim. Charchoq kamaydi. Uyqum yaxshilandi. Eng sezilarli tomoni, hojatxonaga tez-tez borish deyarli yo'qoldi. Bir necha haftadan keyin esa men o'zimni ancha yaxshi his qildim. Energiya qaytdi. Tanam yana menga bo'ysunayotgandek tuyuldi. Men faqat o'zimda emas, boshqalarda ham shunday natijalarni ko'rdim. Ko'pchilik yozmoqda, qon shakari normallashgan, umumiy holat yaxshilangan, hayot sifati oshgan. Shunda men tushundim, bu tasodif emas. Hozir eng muhim narsa vaqt. Bu mahsulot hozir aksiyada berilmoqda. Lekin zaxira juda cheklangan. Har kuni ko'plab odamlar buyurtma qilmoqda va mahsulot tez tugayapti. Agar siz ham o'zingizni yana yaxshi his qilmoqchi bo'lsangiz, agar tanangizni nazoratga qaytarmoqchi bo'lsangiz, kechiktirmang. Men havolani videoning tavsifida qoldirdim. Va birinchi izohda ham bor. O'sha yerga oting va hozir buyurtma qiling. Keyin emas. Aynan hozir.